Ko'chmas mulkka investitsiya kiritib, har oy uyning ijarasidan 600 AQSh dollaridan foyda olib yurish niyatida bo'lgan yurtdoshlarimiz uchun bugun biz Chilonzor tumani 25-kvartalda joylashgan 2 xona yevro ta'mirdan chiqqan uyimizni birgalikda ko'rib chiqamiz. Ko'rib turganlaringiz uyimizda birinchi qiz xonasi bo'lib zalqisi. Bu yerda esa ota-onalar yotoqxonasi, barcha mebel jihozlari yangi o'rnatilgan. Uyimiz Chilonzor tumani 25-kvartalda joylashgan. Uyimiz 5 qavatli binoning 3-qavatida. Balkonimiz 2 metrga 6 metr. Barcha kerakli mebel jihozlari bilan ta'minlangan. Uyimizning umumiy maydoni 54 metr kvadrat. Ularning eshigidan kirib kelish, proxodga, sanuzellar отдельный. Bu yerda esa oshxonani o'rni bo'lib, bolalar xonasi o'zgartirilgan. Ushbu yangi ta'mirdan chiqqan uyimizda uy egalari barcha mebel va jihozlar bilan 73 ming AQSh dollar baholashmoqda. Sunnatiga ozgina o'tib berishar ekan.